Assalomu alaykum aziz do'stlarga. Sizlar bilan Alloh Bitsira va bugungi videomda sizlarga Muz shahrini qanday yengishimni ko'rsatib beraman. Oldingi videolarni ko'rgan bo'lsangiz kerak, Neyzer shahrining mag'lubiyatini. Bunga juda ham umuman uzoq vaqt ketgani yo'q. Va shunga binoan tepadagidek qurollarni yig'ib olganman. Mana qarang, shuncha atim, tosh, qilich. Tasavvur qilyapsizmi? Tosh qilich. Odamlar tosh qilichga zor bo'lib o'ynaydiganlar bor. Agar ushbu shaharni tunab ketganida bunaqa ko'p qilichi bo'lib olardi. Bu nimasi endi? Topdim. Yana bitta yangi qilich. Chala qilich. Yangi qilich. Bo'ldi, tosh qilich. Endi esa jangga tayyorlanaman. Hammasi tayyor. Qoni chiqib ketsa yeb olamiz. Va jangni davom ettiramiz. Bu yerga kelishim unchalik darajada qiyin bo'lmagan deb o'ylasangiz kerak. Lekin qiyin bo'ldi. Chunki shuncha kilometr bosib, mana bu shuncha skeletlarni yengish oson bo'lmaydi. To'xtang. Bu yerda nimadir yangi effekt qo'shilib yubordi-ku. Qotmay tur. To'xtang, sindirish sekildigi, demak bu yerda gvardian ham bor. Ya'ni qari gvardian. Demak uni yengish kerak. Qayerda u? U qayerda? Shuni bilish kerak navbatida. Mana bittasi ketdi. Yaxshamki men suv ostida nafas olaman. Ana gvardianning o'zi ham. Hujumga shuncha o'q otildi, lekin otmaga o'xshab turibdi. Mana meni mazaq qilishyaptimi? Aytdimmi mazaq qilishyapti deb. Bu juda ham ajoyib qotish. Bu qanaqa qotish bo'ldi o'zi? Bu yerdan o'q ketma-ket uzilyapti. Yaramas. Arvohi ko'rindi-ku. Demak, sekinlashtiryapti meni yana. O'ldirib ham qutula qolay. Yaramas, o'lib ket. Nimaga ta'sir etmayapti? Yoki shuncha qotayaptimi? Aytdim, qolyapti deb. Bas qil qotishni. Mazaq qilyapti bu meni. Hali ham pufakchalar tumasini uchayapti. Yoki men pufakchalarmi bu? Men pufakchaga vermagan. Ana aniq qotishni boshladi. Mangnayi qara. Bu juda ham qattiq qotayapti. O'zi qanday g'aromchilik endi? Yo hujum qilib bo'lmasa, yo qotaversa. Bundan ko'ra hujum qilmaganmi yaxshi-ku. Nima g'alaba? Qanaqasiga? Menimcha bu qotish tufayli. Hozir 1 daqiqa. Mana
qaytadan